Agar kimdir pul baxt olib keladi deyotgan bo'lsa, demak u inson pul uchun hamma narsa qiladi. Pul baxt olib keladi deyish, hamma narsani pulga o'lchashga olib keladi bu narsa. Hamma narsani manfaat ustiga qurishga olib keladi. Qarabsizki, inson uchun manfaat eng asosiy, eng kerakli narsa bo'lib qoladi. Shuning uchun ham aytiladiki, pul hamma narsani hal qiladi, pul baxt olib keladi deydigan jamiyatda hamma narsa sotiladi. Hamma narsa, do'stlik, vafo, oila, hamma narsa sotilishi mumkin. Hatto ayolning tanasi ham sotiladi. Nimaga aytsa, chunki pul hamma narsani hal qiladi deb bilinadi. Pul baxt olib keladi deb bilinadi. Baxt haqidagi tushunchalar teskari bo'lganligi uchun pul baxt olib keladi deb jar soladi inson. Vaholanki pul hech qachon baxt olib kelmaydi, balki baxtsizlik olib keladi kezi-kezi. Pul shunchaki vosita xolos. Va eng qiziq joyi, pulni ko'p topish va kam topish sizni umuman ixtiyoringizda emas. Siz harakat qilaverasiz, natija nima bo'lishini bilmaysiz. Shuning uchun ham pul baxt olib keladi deyish, pul uchun hamma narsa qilishga olib keladi. Chunki hamma inson baxtli bo'lishga intiladi. Men baxtsiz bo'lishni xohlayman degan inson yo'q. Demak, inson pulga nisbatan muomalasini to'g'rilab olish kerak. Oddiy vosita deb bilish kerak. Aks holda inson manfaatparast, xudbin insonga aylanadi. Pul hech qachon baxt olib kelmaydi. Baxt bilan pul umuman boshqa narsa.